hammaga salom obunachilar, sizlar bilan yana Kanroja va do'stlar. Bugungi videoda men sizlarga youtuberlardan kelgan kichik yangi yilga tabriklarni ko'rsatib o'taman. Undan oldin siz kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib o'tishni unutmang. Qanunda biz boshladik. Hammaga kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklab qolaman. Bu yilingiz yanada omadliroq va barokatli bo'lishini tilab qolaman. Assalomu alaykum aziz obunachilar, barchangizga kirib kelayotgan yangi yil muborak bo'lsin. 2026-yil sizga baxt va quvonch olib kelsin. Obuna bo'lganlarga rahmat. Sizlar bilan men Teranti edim. Ko'rishguncha xayr. Sizlar bilan prinsessa, sizlarni kirib kelayotgan yangi yil bilan chin ko'nglimdan tabriklayman. Keyingi yilda o'zingizlarning maqsadingizga erishinglar. Barchaga omad. Sizlar bilan prinsessa bo'ldi. Salomlar hammangizga kirib kelayotgan yangi yilingiz bilan yangi yil ya'ni 2026-yilda barchangizga omad tilayman. Sizlar bilan men Lira. Sizlarni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Hammaga omad, baxt olib kelsin. Yana bir bor yangi yil bilan tabriklayman. Sizlar bilan esa men Lira bo'ldi. Salom do'stlar, sizlar bilan men Yestre. Kirib kelgan yangi yil bilan tabriklayman. O'tgan yili erishmagan maqsadlaringga albatta bu yil erishinglar. Sizlar bilan men Xullas obunachilar, oxirida sizlarga booster degan qorboboni gapi bor ekan. Hammalar yangi yil bilan tabriklayman. Obunachilar, video shundan iborat edi. Sizlarni kirib kelayotgan yangi yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. O'ylaymanki, tabrik sizlarga yoqdi. Shunday ekan, hammaga xayr. Sizlar bilan Kanroja bo'ldi. Yana bir bor yangi yil bilan.